o'tmagay, kun o'tmagay, ko'zlaringni ko'rmasam, shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Yuragim sen deb so'zlar va doim sen deb bo'zlar, menga ne kerak ko'zlar, ko'zlaringni ko'rmasam. Tong o'tmagay, kun o'tmagay, ko'zlaringni ko'rmasam, shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Feruza, Aziza, dunyo yaxshimi? keldingizmi? Nima bo'ldi? Dunyo hali chiqmadi. Yaxshimi ahvoli? Hozir jonlantirish bo'limida. 2 kun oldin gaplashuvdim-ku, yaxshi edi-ku. Doktor chiqdimi, gaplashdingizmi? Ahvoli yaxshimi ekan? Hozir doktor chiqdi, gaplashdik. Kirdingizmi? Yo'q, oldiga hech kimni qo'ymayapti. Komada. Nima? Komada? Ahvoli og'ir. O'ziga kelsa, palataga olishsa kiramiz ko'rgani. Biz ham shuni kutyapmiz. Endi nima qilamiz? Tuzaladi edi. Yaxshi bo'ladi. Dunyo hammaga yaxshi. Tuzalib ketadi, xudo xolisa. Xolajon, nima bo'ldi? Xolajon, hammasi yaxshimi? Nima bo'ldi, xolajon? Yig'lamang, yaxshi bo'lib ketadi, xolajon. Tur ukajonim, sen suv olib kelgin. Umida, Labi. 132-betdagini tarjima qilib bering. 132. Alo. Alo, yaxshimisan Jamshid, o'zimisan? Ha, Aziz, qaniysan, yaxshimisan? Umi yoningdami? Telefonni ber. Ha, yonimda, tinchlikmi? Tezroq ber. Hozir. Umi. Aziz so'rayapti seni. Alo. Yaxshimisan, Aziz? Alo. Umi, O, dunyo avtohalokatga uchradi. nima? Ahvoli juda ham og'ir. Qachon? Kecha O'ziga hech narsa qilmadimi? Umi, nima komada bo'pti, tinchlikmi? yotibdi. Gapirsin-chi, nima bo'pti? Umida chaqirishayapti, keyin gaplashamiz. Umi. Nima bo'pti? Nima yig'layapsan? Dunyo avtohalokatga uchrabdi. Ha, o'zingni bos, darsdan keyin gaplashamiz shuni. Men ko'rishim kerak. Ahvol og'ir ekan. Qayerga ketyapsan? O'zbekistonda emassan-ku sen? O'qish payti qayerga ketasan? Men uni ko'rishim kerak. Umi. Ey Umi. Bolam. Bu nima yotish bolam? Senga nima bo'ldi bolam? Onang o'rgilsin.
ilohim umring uzoq bo'lsin bolam. Allohim seni menga qaytarib berganiga shukr. Voy bolajonim, shukrlarim bormidi? O'zim o'rgilib ketdim. Ilohim, Xudoni o'zi asrasin seni. Jonim bolam, o'zim o'rgilib ketdim. Ilohim, tez sog'ayib ketgan. Sizlarsiz men qanday yashayman dunyo? Jonim bolam, ilohim, sog'ayib ketgin bolam. Jonim. Opajon, uzr, bemorimizni ko'p bezovta qilmang. Bizga ham gap tegadi. Hozir chiqaman. Mayli bolam. Men shu yerdaman. Yoningdaman. Jonim bolam, o'zim o'rgiling. Jonim bolam. Onang o'rgilsin bolam. Alloh shifosini bersin. Xolajon, dunyo yaxshi ekanmi? Ko'rdingizmi? Men eshitmayapti. Yotgan joyida qimirlamay yotibdi. Ilohim sog'ayib ketsin. Yaxshi bo'ladi. Xolajon, siqilmang. Hali ko'rmagandek bo'lib ketadi. Aytganingiz Dunyo nima? kuchli qiz. Kamola qani? Kamola ko'chaga chiqib ketgandi. Hozir kelib qoladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men bemorga biriktirilgan shifokorman. Bemor meni nazoratimda. Xavotir olmanglar, uyga ketaverishinglar mumkin. Hamshiralar qarab turishadi. Rahmat sizga, doktor. Qizimga yaxshi qaranglar, xo'pmi? Rahmat sizga. Xavotir olmang. Xo'p. Xo'p. Xola, men ishga borib kelishim kerak. Bilasiz, yangi ishga kirganman. Hali kechroq yana kelaman. Mayli. Sen bemalol ishingga bor. Xo'p, Ishdan qolmang. mayli. Siqilmang, xolajon, o'z ehtiyot qiling. Allo. Alo. Aziz, Umida. Yaxshimisan? dunyo tuzukmi? Dunyo hali ham o'zi kelmadi. Agar bu ahvolda bo'ladigan bo'lsa, uni qiynamaylik deyishyapti. Ahvoli juda ham og'ir, hali ham ko'madi. Agar o'ziga kelmasa bilmadim nima bo'ladi. Agar xudo xolisa o'ziga kelib qolsa, dadasi chet elga borib operatsiya qildiraman deyapti. Aziz, yoniga kirdingmi? Yoniga hech kim qo'yishmayapti. Dunyoning dadasidan boshqa hech kim kirgani yo'q. Umida, siqilurma. Bitta umidimiz faqat Allohdan. Yoniga borolmayapman Aziz. Bo'lganing bilan ham kirgizishmaydi. Bu yerga yoning bilan nima qilib berasan? Biz ham shu yerda turib kira olmayapmiz. Faqat umidimiz Xudodan so'rash. Xudo xolasa tuzalib ketadi, Umid. Siqilma. Bo'pti. O'zingni asra.
Men senga qo'ng'iroq qilaman, u bu yangilik bo'lsa xotiraman. Xo'p. Mayli. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Va Keling. alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Keling. Bizning mahsulotlar nima bo'ldi deb keluvdik. Mahsulotlar tayyor. Mashinaga ortib qo'yganmiz. Yaxshi. Bizga endi yana eslatib qo'y, 2 kundan keyin yana 30 tonna mahsulot kerak bo'ladi. Xo'p bo'ladi. O'shanga buyurtma bersak. Xo'p. Xavotir olmang. Bay firmasi shu kungacha mijozlarini ishonchini oqlab kelgan hamisha. Mana sizlarga keyingi to'lovga shartnoma qilib qo'yganman. Mana. Bo'ldi, tez kunda to'laveramiz. Agar bilsangiz, bizga kelganimizdan beri mijozlaringiz ancha ko'paydi. Biz ham harakat qilyapmiz. Mahsulotlarga talab kuchli. Ha, sezyapmiz. Biz sizlar bilan ishlayotganimizdan juda ham mamnunmiz. Rahmat. Bo'lmasa, unda tez kunda pullarni tez to'laveramiz. Mayli. Sizga rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p. Mumkinmi? Albatta keling. Yana bir masala qolibdi. Xayolimdan ko'tardim. Bemalol keling. Aytgancha, biz Xudoyorxon bilan kelishuvda chiqayotgan yangi mahsulotlar ichida yutuqlar qo'yilyapti degandi. Shu masalalar nima bo'ldi? Aha. Ha, to'g'ri. Yangi chiqayotgan har bitta mahsulotlarimizning ichida shunaqa stikerlar bo'ladi. Bu stikerlarni kodlari bor. Kod orqali jo'natishsa har bitta omadli inson o'z sovg'asiga ega bo'ladi. Bu yutuqlar ichida avtomobil ham bormi? Albatta, cheklanmagan. Ha. Bu yaxshi, juda ham yaxshi. Mayli, bo'lmasam tez orada ko'rishib qolarmiz. Mayli, sog' bo'ling. Yaxshiliklar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling. Keling, nima xizmat? Mening ismim Sohiba. Ish masalasi bo'yicha kelgandim yoningizga. Ha, yaxshi. Nima ish qo'lingizdan keladi? Dizaynerlik yo'nalishi bo'yicha ijod qilaman. Yaxshi-ku. Shu desangiz, hozir hech kim yo'liga ish boshqaruvchi bo'lib o'zim yuritayotgandim. Birinchi bitta mashina bilan boshladim. Endi mijozlarim ko'payib qoldi. Shunga bundan oldin eskizlarni o'zim chizayotgandim. Yordamchi olmoqchi edim. Yaxshi qilibsiz kelib. Qani men qilgan ishlaringizni ko'raychi. Ijodiy ishlarimdan sizga olib kelgandim. Keling, ichkariga kiringchi. Mana, ancha hayotga qaytdim. O'zimga kiymasam kerak deb o'ylagandim. Yaxshiyam sizni uchratdim. Mana oyoqlarim ham yurib ketdi. Sizga rahmat hammasi uchun. Nega rahmat aytasiz? Bu meni vazifam. Qilishimiz kerak bo'lgan ishni qildik. Sizga Xudo shifo berdi. To'g'ri-ki, lekin baribir sizning xizmatlaringiz katta. Yordam tekkandan xursandman. Bilasizmi? Siz bo'lmasangiz menga nimadir kamdek tuyulyapti. Mehringizga o'rganib qopman. O'zingizga bog'lab qo'yibsiz. Kasalxonada aytgandim-ku, siz derib qolsam kerak deb. Uyaltirmang. Xo'p. Hozir ovqatimiz ham kelib qolsa kerak. Shoshilmayapsizmi? Yo'q, keyin uyga borishim kerak. O'zim tashab qo'yaman. Alo. Eshitaman. Bezovta qilmadimmi, Ikrom aka? Ha, Layloxon, yaxshimisiz? Yo'q, siz hech bezovta qilmaysiz. Sizdan pul masalasida so'ramoqchi edim. Qaynokamdan olgandim. Shuni qilib bera olasizmi? Bo'ldi. Laylo, ertaga akamlardan pul kelish kerak. Albatta hal qilib beraman. Ko'ningizni to'q qiling. Xo'p, rahmat sizga. Sizga rahmat, Layloxon. Xo'p. Mening yurt
Laylo, hoyjon, qayoqqa? bu mo'mazalari yo'q. Shunga borib kelay degandim oyijon. O'tiring. Bundan keyin qayerga borsangiz ham Otabek bilan borasiz. O'zingiz yolg'iz ko'chaga chiqmaysiz. Hozir kiyimlaringizni almashtiringda kechki ovqatga harakat qiling. Tan so'ra ovqat qilsangiz, birato'la bo'yingizni Otabek bilan ko'rib kelasiz. Boring. Tushundim. Shu ko'chani boshda to'xtatib yuborsangiz, men tushib qolardim. U yog'iga qo'nqoshlar gapirmasin. Mayli, xo'p. Mayli, rahmat. Xo'p. Yaxshi yetib oling. Sizga ham rahmat. Yaxshi yetib oling. Assalomu alaykum. Keling. Xizmat. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Meni tanigandirsiz. Ha, tanidim. Oldin biz bilan birga ishlagansiz. Shu ish masalasida Akmal akaga bir necha bora telefon qilgan edim. Xabarim bor. O'zim keyin Akmalga sizni chaqirishingizni so'radim. Sizni ismingiz Shoista edi? Ha. Biz yaqinda yangi ish boshladik. Oldingi ishlarda asar ham qolmagan. Bemalol ishlasangiz bo'ladi. Meni ish vazifalarim, keyin oylik masalasi nima bo'ladi? O'sha bo'ladimi? Vazifalar o'sha. Oyligingizga kelsak, yaxshi pul qilib beramiz. Xudo xolisa. Rahmat. To'g'ri yo'lda boshlangan ish. Kechirasiz, ishni qachondan boshlasam bo'ladi? Ishni menga qolsa bugundan boshlaganimiz ma'qul. Rahmat. Tanishib, xonalaringiz o'sha. Ishni bugundan boshlayvering. Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p. Xolajon, yaxshimisiz? Uyga borib dam olib kelsangiz yaxshi bo'lardi. Baribir bu yerda o'tirganingiz bilan hech narsa o'zgarmaydi. Keta olmayman. Qizim yonida bo'lishim kerak. Siz xavotir olmang. Biz Kamola bilan shu yerda bo'lib turamiz. Ko'z quloq bo'lib turamiz. Nima yangilik bo'lsa, men sizga yetkazaman. Oyjon, Feruza to'g'ri aytayaptilar. Uyga borib tura qoling. Dadam ham safardalar. Unaqada charchab qolasiz. Bolam, dadanglarga nima deyman? Nima deb tushuntiraman? Xola, bunaqada kasal bo'lib qolasiz. Men sizga mashina chaqirib qo'yganman. Hozir keladi. Uyimizni ham sog'ingandirsan, ha? Aka. Hov. Dadam qanilar? Dadam davolatuvdilar. Oxirgi payt ancha siqilib qoluvdilar. Shunga indamay qo'ya qoldim. Aka, meni kechiring. Hammasi menida bo'ldi. Hammasiga men aybdorman. Afsusdaman. Bo'ldi, sen xavotir olmagin, singlim. Hammasi o'tib ketdi. Sen kirib damini olib tur. Hozir bu narsa tayyorlab, seni chaqiraman. Voy, choy tayyorlab qo'ydingizmi? Chaqirmabsiz-da, opajon. Yaxshi yotib turdingizmi? Ha, rahmat. Chaqirdim. O'zingiz choy ichib o'tiribsiz. Yo'q, chaqirdim, lekin eshitmadingiz. O'shanga tayyorlab o'zim ichib o'tirgandim.
choy qo'yib yuboring. Adasi ertalab lagerga pul to'lab kelgandilar. 3 kunga qo'shimcha. Sizni bolalaringizga o'zingizdan olmoqchi edilar, men ular qayerdan oladilar? Eri yo'q, ishi yo'q. Bizani qo'limizga qarab qolgan bo'lsa deb oldirmadim. Ya'ni sizdan so'ratmadim. Yaxshi qilibmanmi? Menga qarang. Men o'tirgan bo'lsam, erim rahmatli, qaynonam uyida turibman. Yesam ular narsasini yeyman. Sizni narsangiz emas. Siz xavotir olmang. Voy tavba. Nima erim deysizmi? O'li odam qanaqa narsa olib kelishi mumkin? Menga qarang. Gaplaringiz sal o'ylab gapiring. Men sizga nima yomonlik qildim? Kelganimdan beri chiqtirmaysiz. Bolalarimga ko'p kun bermaysiz. Men aybim nima? Agar bilsangiz, bu uyda meni ham, sizni ham haqqingiz yo'q. Shuning uchun dovushingizni chiqarmay yuring. Sizni haqqingiz yo'q. Meniki bor. Sizga gapirib o'tiramanmi? Choyimni naryoqda ichaman. Shunaqa qiling. Uy sizniki-ku. Kamola, sen uyga borib usti-boshingni almashtirib kelgin. Men o'zim shu yerda bo'lib turaman. Yo'q, men yaxshiman Feruza opa. Men shu yerda bo'laman, Kamola. Xavotir olmang. Bunaqada kasal bo'lib qolasan. O'zi xolamga ham qiyin hozir. Ko'rding-ku, mazalari bo'lmay qoldi. Feruza opa, xavotir olmang. Hammasi yaxshi. Borib o'zingga qarab Voy kelsang Feruza opa, ketmadinglarmi hali? Shu yerdamiz, Yulduz, ketmadik. Yulduz, shifokor bilan gaplashib ko'r. Sinimni bir marta ko'rib chiqay. Urintirib qo'ymaymiz. Yo'q, oldiga hozircha kim kirgizmayapti. Bir ilojini qilgan Yulduz, bir pasga kirib chiqamiz. Bir marta ko'ramiz, qolib ketmaymiz ortiqcha. Bo'lmasa, men shifokor bilan bitta gaplashib ko'ray. Xo'p, iltimos, gaplashib ko'rgin. Yaxshi bo'lardi. Bo'ldi Kamola, ko'p o'ylama, siqilma. Dunyo kuchli qiz. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Alo. Alo. Eshitaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Chiroyli ekan, yaxshimisiz? Yaxshi. Ana pul masalasi nima bo'ldi? Shuni bilmoqchi edim. Bo'ldi, 2 soatlarda ko'rishsak bo'ladimi? Ha, harakat qilaman. Ha. Xohlasangiz yuzdan olib ketaman. Yo'q, o'zim boraman. Xo'p. Bo'pti, bo'lmasa har doimgi joyda ko'rishamiz. Xo'p, mayli. Xudoga shukr, shu pulni tezroq olsam, keyin shu bola bilan hech qachon gaplashmayman. Dunyo, bu nima yotish? Men endi kelganimda meni tashlab ketmoqchimisan? O'zi necha yil deganda endi ko'rishdik. Seni sog'inganman. Sen bo'lsang meni tashlab ketmoqchisan. Iltimos, unaqa qilmagin. Men seni ehtiyot qilaman deb tog'amga, xolamga va'da berganman. Sen qaytishing kerak.
ishlaring davom ettirishing kerak. Senga hammamizni ishonchimiz katta. Sen hammaga keraksan. Oilang uchun qayt. Biz seni juda ham yaxshi ko'ramiz. Yoshligimdan beri senga mehrim boshqacha. Bilaman, sen kuchlisan. Men senga ishonaman. Albatta o'zingga kelasan. Hali birga ko'p buyuk ishlar qilamiz. Faqat taslim bo'lma. Laylo, qayerdan kelyapsan? Dugonalarim bilan ko'rishgandim. Kimdan so'rab chiqib ketding sen? Seni qidirib yuribman. Na oyimga aytding, na menga aytmay chiqib ketding. Bir kamionda hisob so'rashim qolgandi. Ko'p-ko'p tayyorman. O'zim bilaman nima qilishni. Bu nima deganing? Seni tushunmayapman. Qanaqasiga mendan so'ramaysan? Eringmi axir? Erim bo'lib nima qilib qo'ydingiz menga? Xiyonat qilganingizmi menga? Yo biror marta mehr berdingizmi menga? O'chir ovozingni. Ha, jim, nima gap? Baqiradigan bo'lib qoldingizmi? Ko'rmaysizmi oyi? Ko'chaga beso'roq chiqib ketgan. Biroz ogohlantirsa bo'lardi-yu. Xudo biladi kimlar bilan ko'rishgan. O'zingni bos. Menga aytib ketuvdi. Otabek, eringizga aytmoqmidingiz? Oyjon, aytmoqchi bo'lib turdim. Bor, ishing qilaver. Bor. O'tiring. Nimaga eringizga indamay chiqib ketdingiz? Nima bo'lgan taqdirda ham erdan javob so'rash kerak edi. Axir bu vazifangiz. Oyi, men yomon yurganim yo'q. To'g'ri. Lekin negadir sizga bo'lgan ishonchim yo'qolib boryapti. To'g'ri. Paytida ko'nglingizni og'ritgandirman. Lekin sizlarga, oilalarga yaxshi bo'lsin deb qilganman. Laylo, oilamizni el-yurt orasida sharmanda qilmang. Yuzimizni yerga qaratmang, iltimos. Oyjon. Oyjon. Men yolg'on gapirganim yo'q, oyjon. Bu yog'i vijdoningizga havola. Farzandlaringizni o'ylang. Ular katta bo'lib qolishdi. Ularning kelajagiga dog' tushib qolmasin. Oyjon, meni kechiring. Harakat qilaman. O'ylab ish qiling. Men ular bilan qanaqa qilib ishlayman? O'zing bilasan-ku nimalar bo'lganini. Qaysi yuz bilan boraman? Mana 4 milliondan. Bu katta pulga o'rganib qolgandan keyin stipendiya g'alati ko'rinar ekan. Bugun ham uyga bormadingizmi? Yo'q, kecha bir bemorim bor edi. Shuni oldida qoldim. Yaqin insonim edi.
botmagay, kun o'tmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Ko'zing yulduzdan charog'on, charog'on, yuzing kunduzdan charog'on, charog'on. Menga ne kerak jahon, jahon, ko'zlaringni ko'rmasam. Tong yotmagay, kun o'tmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam.